100 ta o'quvchi ingliz tilini o'rganishni boshlasa, ulardan atigi 10-15 tasi IELTS darajasigacha boradi. Ya'ni ingliz tilini o'rganishni boshlaganlarning 85-90% yarim yo'lda tashlab ketar ekan. Ikkinchi tomon, yarimda tashlab ketmagan 10-15% ichidagi o'quvchilar haqida aytadigan bo'lsak, ular ham ingliz tilini har xil tezlikda o'rganadi. Kimdir o'rgangan narsasini hayotda ishlatishga qiynaladi. Yana kimdir grammatikani zo'r biladi, lekin speaking yaxshi emas, IELTS dan past ball chiqaveradi. Kimlardir hammasi yaxshi ketadi. Speaking ham yaxshi, writing ham, o'rgangan narsani hayotda bemalol amalda ishlata oladi va ular ingliz tilini qolganlarga qaraganda ancha tezroq o'zlashtiradi. Ular top 1% ichiga kiradiganlar. Bugun mana shu top 1% ingliz tili o'rganuvchilari haqida gaplashamiz. Nega ular boshqalardan ko'ra tezroq o'rganadi? Ular nimani boshqacha qilgani uchun yarim yo'lda tashlab ketmaydi? 99% ingliz tili o'rganuvchilaridan o'zib ketish. What's up family? How you guys doing? It's Mike again. Top 1% ga kiradigan o'quvchilarning boshqalardan eng katta farqi bu o'rganishga bo'lgan yondashuv. They don't study English, they live in English. Bilasizmi, ingliz tilini samarali o'rganadigan odam ko'proq o'qishim kerak, so'z yodlashim kerak, eshitib eslab qolishim kerak demaydi. Aksincha, ular ingliz tili muhitida yashashga harakat qilishadi. Boshqaroq qilib aytadigan bo'lsak, atrofini ingliz tili bilan o'rab oladi. Bu juda oddiy narsalardan boshlanishi mumkin. Masalan, telefondagi sozlamalardan tilni ingliz tiliga o'girib qo'yish, darajasiga mos kino yoki seriallar ko'rish mumkin. Qisqa qilib aytganda, hayotida nimani inglizcha qabul qilish mumkin bo'lsa, hammasini inglizcha qilib qo'yadi. Shunda u inglizcha kontent ko'rib, ingliz tilini yaxshilayotgan, keyingi darajaga olib chiqayotgan bo'lsa ham, miyasida men dars qilyapman degan narsa turmaydi. Men shu muhitda yashayapman, kino ko'ryapman, maza qilib o'yin o'ynayapman, zato ingliz tilida degan narsa turishi mumkin. To'g'risi ham dars qilish miyaga bosim beradi, dangasalik olib keladi. Atrofini ingliz tili bilan o'rab olgan odam bo'lsa, dars qilmaydi. Qanaqa yashasa, xuddi shunaqa yashayveradi. Lekin ingliz tilini ham sekin-sekin kuchaytirib boradi. Lekin ingliz tilida kino ko'rayotganda yoki qanaqadir bir podkast eshitayotganda bitta muammo tug'ilishi mumkin. Qanaqa muammo deysizmi? Darajasi past o'quvchilar kino yoki podkast eshitganda tushunmay qolishi ehtimoli yo'q emas albatta. Endi bilasiz, kinolarda tabiiy gapiriladi, tez gapiriladi. Ingliz tilini yaxshi bilmaydiganlar ham tushunsin deb biz darajamizga bundoq tushib olib turib gapirishmaydi. Let Neptune strike ye dead, Winslow! Bizni o'ylashmaydi. Biz bo'lsa bunga yechim topganmiz. Inglify ilovasida resurs bo'limida level podcast bor. Pre-intermediate, elementary, hatto beginner darajasiga ham mos keladigan o'sha darajaga tushib olib biz podcastlar yaratganmiz. Men bilan teachers ham o'tirib olib gaplashganmiz. Ishoning, beginner darajasida bo'lsangiz ham bemalol tushuna olasiz. Siz ham bu podkastlardan bittasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, video tavsiyada havola bor, uni ezing va bemalol ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, top 1% o'quvchilar o'rgangan narsasini hayotga tatbiq qiladi. Ya'ni, o'rgandimi, uni imkon qadar tezroq ishlashni boshlaydi. Chunki hayotimizga aloqasi bor, real hayotda yordam bergan narsalar tez va oson esimizda qoladi. Rostdan ham-da, hayotimizga aloqasi bo'lmagan narsalar, baribir ishlatmaydigan narsalarimizni miya nima qiladi? Eslab qolmaydi-da. Foydasi ham yo'q eslab qolish. Shuning uchun biror narsa o'rganayotgan bo'lsak, uni real hayotda ishlashga harakat qilishimiz kerak. Keyingisi, ular faqat kontent iste'mol qilmaydi. Free content can start your journey, but it won't finish it. Ko'pchilik ingliz tilini o'rganaman deb YouTube'ni ochadi, video ko'radi, keyin yana bir video va yana boshqa bir video. Qarabsizki, oradan 3 oy o'tdi, 50 ta video ko'rdi, hech qanday bir yaxshi natijaga erishmadi. Nega? Chunki shunchaki video ko'rish o'rganish emas. Keling endi o'sha eng zo'r 1% odamlarni olaylik. Ular nima qiladi? Ular o'ziga bir yo'l tanlaydi. Men har kuni 20 daqiqa chalg'imasdan ingliz tili ustida ishlayman deydi. Ular darsga kirgandek jiddiy yondashadi. Tushunmagan narsasi bo'ladigan bo'lsa, ustozidan yoki internetdan kiradida so'rab ma'lumot oladi. Tabiiyki xato qiladi va xatolar ustida ham ishlab, analiz qilib ularni tuzatadi. Chunki ular biladi, faqat tekin videolar bilan cheklanib qolgan odam ko'p video ko'rsa ham, ko'p dars qilayotgandek tuyulsa ham, o'zini shunaqa his qilsa ham, lekin juda ham sekin qimillayotgan bo'ladi. Juda ham sekin natijaga erishayotgan bo'lishi mumkin. Rostdan ham natija uchun ustoz, qandaydir bir tizim va strategiya bo'lishi kerak. Albatta, iroda, intizom, aytsam aytmasam bo'lishi kerak. Shuningdek, top 1% o'rganuvchilar motivatsiya bilan emas, tizim bilan ishlaydi. Motivation gets you started. Systems keep you going. Aksariyat odamlar ko'p ishi kayfiyatga qarab turib qiladi. Motivatsiyasi bor paytda bosib biror narsalarni qilib oladi, keyin esa puf etib o'chib,
ancha vaqt shug'ullanmay qo'yadi. Va albatta ingliz tilini o'rganayotgan ko'pchiligimizda shunga o'xshash holat bo'ladi. Motivatsiyasi to'lib toshib ketgan paytda 2-3 ta videolar ko'radi kuniga. Podkastda speaking qiladi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan motivatsiyasi tushadi va Ha, ertaga qilarman. Ha, bugun charchadim. Ha, zerikdim. deb shug'ullanmay qo'yadi. Natijada oradan vaqtlar o'tadi, biror ish qilinmaydi. Top 1% o'rganishlar esa motivatsiyaga qarab bog'lanib qolmaydi. Kayfiyati bormi, yo'qmi, shu ish bilan shug'ullanishim kerak. Kelajagim uchun, o'zim uchun degan bir shiorda yuradi ular. Ular o'ziga reja tuzadi va qat'iy jiddiylik bilan unga amal qiladi. O'sha Atom odatlar kitobidagi texnikani qo'llash mumkin. Har kuni 20 daqiqa xonamdagi stol ustida dars qilaman. Biror narsa o'rganaman va nima bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ishni amalga oshiraman. Chunki ular bilishadi, motivatsiya o'tkinchi, biroz vaqtdan keyin tugab qoladi. Odat esa juda ham mustahkam. Chunki bu narsaga o'zgarib qolmaydi. Ko'p emas, lekin har kuni qiladi. Ozdan bo'lsa ham stabil tarzda shug'ullanadigan bo'lsa, albatta vaqt o'tishi bilan chiroyli va o'zi xohlagan natijaga erishishni boshlaydi. Va albatta ular uchun o'rganish shunchaki bir kayfiyatga asoslanib turib qilinadigan bir narsa emas. Shu sababli ular sekin bo'lsa ham albatta oldinga qarab yurishadi. Ya'ni tizimli o'rganish sizni albatta chiroyli natijaga yetaklaydi. Biz o'zi Englify School'da ham aynan shunday tizim qurganmiz. Ish ko'p, vaqt kam, universitetga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun ayni muddao bo'ladi va bu ular uchun 100% mos keladigan yechim. Chunki bizda darslar onlayn va sizga kerak bo'ladigan barcha resurslar, materiallar, podkastlar, kinolar, xullas hammasi bitta dona ilovada joylashgan. Speakingga ham ko'p fokus qaratilgani sababli o'quvchilarimiz bir oy ichida kundalik mavzularda erkin gapirishni boshlashadi. Boshqa kurslarda siz vaqtingizni ajratib qaysidir kunda aynan 1 soatda borishingiz kerak. Vaqtingiz yetmasligi mumkin bunga. Englify bo'lsa sizni hayot tarzingizga moslashadi. Xohlagan vaqtda, xohlagan joyda ingliz tilini bemalol o'rganishingiz mumkin. Ishingizga umuman xalaqit qilmaydi. Yana ham to'liq ma'lumot uchun video tavsifidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Biz esa davom etamiz. Ingliz tilini samarali o'rganadigan o'quvchilarning yana bir ajralib turadigan tomoni, ular o'zini analiz qiladi. Oddiy o'quvchilar biror bir darsni tugatsa, keyingisiga o'tadi. Bo'ldi. Ular o'zi nimani yaxshi bilishini yoki yaxshiroq tushunmaganini bilishmaydi. Analiz qilishmaydi. Lekin kuchli o'rganuvchilar o'zini doim analiz qilib turadi. Doim o'zini nazoratda saqlaydi. Har hafta yoki har oyda o'ziga savol beradi. Men bu vaqt ichida nimalarni o'rgandim? Qayerda qiynaldim? Qanaqa xatolarim bor? Boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, ular passiv emas, aktiv o'rganishadi. Ya'ni o'rgangan narsasini analiz qiladi. Qayerda qanaqa xato ketyapti, o'zi to'g'ri yo'ldan ketyaptimi, yo'qmi, shuni nazoratga olib turadi. Chunki faqat o'zini nazorat qilib turgan odamgina biladi, nimani o'zgartirish kerak, nimani tushunyapti, nimani tushunmayapti va shunga qarab turib yondashuvni o'zgartiradi. Va albatta vaqt o'tishi bilan samarali natijaga erishishni boshlaydi. Chunki faqatgina o'zini nazorat qilib turgan odamgina nimani o'zgartirish kerakligini biladi va o'shani qiladi va natijaga tezroq chiqadi. Albatta til o'rganishda o'zini nazorat qilish, analiz qilish va o'z ustida doimiy tarzda ishlash juda ham muhim rol o'ynaydi. Bu 4 odat sizni 99% odamdan ajratib qo'yadi. Ular qiyin emas, lekin odatiy ham emas. Bilasizmi, ko'pchilik bu narsani hatto sinab ham ko'rmaydi. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, sizda potensial bor. Endi tanlov o'zingizda. 99% ichida qolishmi yoki o'sha 1% odam bo'lib, tilni o'zlashtirib, yangi imkoniyatlar eshigini ochishmi? Videomiz siz uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz. Ularga jo'nating.